Mana ishlarimizni yakunlab oldik. Qorong'i tushib qolyapti. O'shaning uchun imkon boricha yorug'roqda sizlarga chiroyliroq ko'rsataylik degan maqsadda videomizni boshlab oldik. Ozgina ishlar qoldi, ya'ni o'sha ko'rib turgan joylar profil, qo'ng'iroq profillari, ichki profillari, 6x4 profil 1.7 stenkasidan chekkalari, yondoqlari shveller bo'lgan. Tepa qismlari mana ochiq lazer qilib berganmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda chiqdi. 490 bo'lgan. Xudo xolasa yana bir ideal holatda va ko'rinish holatda bo'ladi. Endi naveslarimiz bundan boshqa variantlar ham bor. Hamma o'zini xohishdagi qarab bo'laveradi. Xohlasa tunika, xohlasa leksan umuman ana shu. Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi obyektimizga yetganmiz. Bu obyektimiz Farg'ona viloyati So'xga ancha-muncha chegaradan o'tib kelish osonlik bo'lmadi. Xudo xolasa mana eson-omon yetib keldik. Mana shu joyimizga darvozamiz bor va bu yerda navesimiz ham bor. Asta-sekinlik bilan o'z darvozani usturovka qilish boshladik. Va ichkari tarafga mana bu daraxt turgan joygacha 14,5 metr. 14,5 metrga 470 navesimiz bor, xudo xolasa. Asta-sekinlik bilan ishlarimizni boshladik. Birin-ketin o'z sinfga joylarni qo'yib boramiz, xudo xolasa. Darvozani o'rnatib olib bir video qilamiz. Imkon boricha sizlarga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz, lekin bu ishlarimizni tezroq o'rnatib, yana O'zbekistonga qaytishimiz kerak. Ya'ni chegaradan o'tish bor, boshqa muammolar bo'lib qolyapti. O'shaning uchun imkon boricha videolarni o'rta-o'rtadan bitka-bitka holatda qo'yib boramiz. Videoni kuzatib boring. Videoning oxirida narx-navosi va shu joyimizga necha pulga tushganligi, dastavkalar haqida ma'lumot bo'ladi. Inshaalloh oxirida sizlarga to'liq obzor qilamiz. Demak, biz boshlaymiz. Mana ishlarimizni ikkinchi kundagi naveslarimizni yig'moqdamiz. Hali ham so'xdamiz, xudo xolasa. Kecha darvozani o'rnatgandik. Navesimizni ham hovlidan tashlab, arkalarni o'rnatgandik. Endi navbat bugun kunlik ishimiz ham ancha xudo xolasa leksalar bilan tevalarga arkalarni tashlash bo'lyapti. Bu safar endi har doimdek ishlarimizga emas, umuman tashqi bir tabiatga bir baho beraverasizlar. Xudo xolasa. Quyosh mana shu tarafdan ko'tarilyapti erta tongda. Bu So'x qishlog'ining Sherobod degan joyidamiz hozir. Aylan atrofi to'liq tog' bilan qoplangan joy ekan. Telefon bilan unaqa kachesi zo'r ko'rinmayotgandir, lekin ko'z bilan juda ham manzara bir boshqacha, chiroyli joylar ekan. Xudo xolasa ishlarimizni yakunlab olib, to'liq ma'lumot beramiz sizlarga inshaalloh. Lekin bu tog'lar hammasi Qirg'iziston Respublikasiga tegishli ekan. Shuni aytishdi bizga. Tog'ning o'rtasida ekan bu qishloq. Ishlarimiz ham xudo xolasa inshaalloh yakunlanadi deb qoldik. Yomg'ir yog'ardi ozgina. Yomg'ir o'tishini namoz kutib qoldik. Bu yerda bitta ulog'imizni qotirib qo'yish qoldi, xudo xolasa. Navesimiz to'liq bitdi. Navesimizni uzunligi mana shu joydan boshlab, hozir men eng orqa tarafda turibman. Bu yog'i darvozaxonadan chiqib ko'chaga ham ketgan 14,5 metr uzunligi. Eniga 470, leksalarimiz yoniga chiqishi bilan 490 bo'lgan. Xudo xolasa yana bir ideal holatda va havolningisi ham o'ziga yarashgan. Havolning holatda bo'ldi inshaalloh. Mana shu joyga bitta ulog'imizni qotiramiz hozir. Shu bilan ishimiz yakunlanadi va sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. Lekin bitta mana bu manzaraga ham baho berib qo'yasizlar. Mana ishlarimizni yakunlab oldik. Qorong'i tushib qolyapti. O'shaning uchun imkon boricha yorug'roqda sizlarga chiroyliroq ko'rsataylik degan maqsadda videomizni boshlab oldik. Ozgina ishlar qoldi, ya'ni o'sha ko'rib turgan joylaringlarni nerjavikalar bor. Nerjavikaning listlarini mana bu joylarni ko'chirib olsak bo'ldi. Pastlarni ko'chirib qo'ydik. Xudo xolasa darvozamizni eniga 4 metr, oldiga chiqish tep balandligi 4-5 sm bo'lgan. Oldiga chiqish kazirokalarimiz 2 metr bo'lgan. Leksalar butun holatda yopilgan oldiga. Bu yoqda yana 12,5 metr ichkariga kirgan joyi bor. Uni ham hozir ko'rsatamiz. Tashqariga stoga qo'yilmagan. O'zi bu yoqda ko'cha torligi ham, darvoza tashqariga ochilgan qilib berilgan. Darvozamiz tashqariga ochilgan bo'lganligi hisobiga stoga qo'yilmagan va mashina kirganda ham bemalol kengroq vazorat qilib olib o'tirishi shart emas, ya'ni oson kirib chiqishadi. Kimgadir ichkariga, kimgadir tashqariga umuman uni aloqasi yo'q. Bu yoqda endi o'zlarining xohishlariga qarab ketaveradi. Darvozamizning razmerlarini aytdik. Ishlagan profillarimiz 8x4 profil, qo'ng'iroq profillari, ichki profillari 6x4 profil 1.7 stenkasidan chekkalari, yondoqlari shveller bo'lgan. Tepa qismlari mana ochiq lazer qilib berganmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda chiqdi. Bu yerga nerjavikalar qorasidan yopishtirib berilgan. Kim xohlasa bu gold svetlar ham bor. Avvalgi qo'ygan videomizda gold svet edi, lekin bo'lsa endi qora nerjavikadan foydalanganmiz. Kraskalari mokra asfalt svetda va tepa qismida shagirdan qilib berilgan. Hozir yaqinroqdan ham ko'rsatamiz. Naveslarimiz ham mokra asfalt svetda, oldagi tilla ranglardan gullarni ishlovlarni berib qo'yilgan. Va tepa qismi ham mokra asfalt svetda leksalarni yopib berganmiz.
darvozamizni xudo xohlasa listlari bir tur listda bo'lgan. Kattagina shushaviy gullarni urdirib, undan keyin mana karnizlarni aylantirib ishlov berilgan. Ko'rib turganingdek kraskalar ham noodatiy holatda, ya'ni shagrin kraskaga o'xshatib berilgan, hol qilib. Darvozamizga ishlagan zamoglarimiz Zober zamogi o'nligidan foydalanganmiz. Bu yoqda mana ozgina ishdan davom ettirishyapti bolalar. Nejevekani yana qarab ko'chirib, to'liq ranglarini o'zini holatiga keltirishyapti, ya'ni. Yo'lda chang bo'lgan, boshqa bo'lgan, o'shaning uchun bularni yo'qotishdi. Mana ko'rib turganingdek, ozmoz changlarni artib tozalab, juda ham bir chiroyli holatga olib kelinyapti. Navesi ham to'liq nejeveka yopishtirilgan, darvozamizga moslab qorasidan bergan. Mana yo'llarga, hovurlarga gullar va tepalarga ham gul yoranta qilib, neksallarni yopib berilgan tepa qismiga. Darvozamiz orqa ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Navesimiz bundan boshqa holatdagilar ham bor. Hammani o'zini xohishdagi qarab bo'laveradi. Xohlasa tunika, xohlasa leksa, umuman narxida aloqasi yo'q. Kraskalarda aloqasi yo'q deganimiz. Narxida tunika bilan leksalarimizni 40 ming so'm farqi bo'ladi. Agar bu yerlarga nejeveka qo'yiladigan bo'lsa, bu nejevekalardan farq qiladi. Sababi bu nejevekamiz qimmatroq yuradi, oddiy kraskaga nisbatan. Buni ham agar boshqa holatdagi naveslarimiz bor, bemalol buyurtma berishinglar mumkin. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa chiqarsa, Telegram, WhatsApplarimiz hammasi ishlaydi. Xudo xolasa, ishlaringizni sifatli va tez bitirib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar kimgadir darvozani o'zi kerak bo'lsa ham, darvozani ham o'zini bitirib beramiz yoki bo'lmasa, naves bilan bitta qilib bitirib bering desa ham, naves bilan kayzirokni ham bitta qilib ishlarni bitirib beramiz. Darvozalarimiz O'zbekiston bo'ylab dostavka uстановкасы bepul. Kayziroklarimiz faqatgina vodiy bo'ylab dostavka uстановка bepul. Agar voha taraflarga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, dostavka uстановкасini joylariga qarab, razmeriga qarab kelishiladi. Dostavkalarga pul qo'shiladi. Uni aloqaga chiqsa, telefonda kelishaveriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Soat tezroq qimillar, yo'q-ku.